Konsultatsiyamga onalar bolasini olib keladi. Qarang, bolamchi rosa samotsenkasi tushib ketganda, o'zi buchi anaqa ozgina dovdirab gapiradi-da, mana yaxshi o'qiy olmaydi. Shusti emas-da bolam. Keyin o'sha samotsenkasini ko'tara olmayman. Ko'tarib bering deyshadi. Nima qilsam ko'taradi deyishmaydi. Ko'tarib bering, shuni to'g'rilab bering deyshadi. Gapirayotganda eshityapsizlarmi? Dovdirroqda, sekin ish qiladi-da, yana nimadir-da, ya'ni o'zida ona o'sha ayblarini topib bo'lgan, ona bolaga o'zi shunaqa nigoh bilan qarayapti, lekin bolasi samotsenka zo'r bo'lishini xohlaydi. Bola o'zi haqidagi tushunchani onani unga qaragandan tushunadi. Ona bolaga shuni bir o'xshamaganda, eplolmaydi deb qarasa, bola mundoq qarab turadi, ha bo'ldi, men eplolmayman deydi, lekin o'zini xuddi harakat qilayotgandek ko'rsatadi. Shuning uchun bolani samotsenkasini tushiradigan onalar deyman. O'zimizni, mana men ham onaman, xuddi sizga o'xshab, biz tushiramiz samotsenkani. Bo'shroq, sekin ish qiladi deb solishtiramiz boshqalar bilan. Kimnidir bolasi bilan, qo'shnimizaniki bilan, qarindoshimiz bilan solishtirib, o'rtog'i bilan solishtirib, o'zimiz tushiramiz. Keyin psixologga borib to'g'rilab bering, to'g'irlash kerak deyiladi. Samotsenkani kim tushirgan bo'lsa, o'sha to'g'irlaydi, ya'ni ona.